narsani anaqa qilib beradi. Shahrisabzni o'zida Samarqandga borib ovora bo'lmang deb aytibdilar. Endi Xudo xolasa hammasi Allohdan. Ertaga nasib qilsa, Xudo xolasa operatsiyalarni qilib beramiz. Toshkentda turaman-da. Toshkentda ham bir ikkita ginekologlarga kirdim, uchrashdim, ulardan maslahat oldim. Ular aytayapti, "Yo'q, faqat lazer qiladi, kimning oldiga kirsam, faqat lazer qilamiz", deyapti. Lazer 6 oy ushlab berishi mumkin, kamida, ko'pi bilan 1 yil ushlaydi lazer dedi. Boshqasi faqat tikib beraman, deyapti-da. Ikkalasini birga qilaman demadi. Siz oldin kelganimda ichki tarafini lazer qilaman, tashqarisini tikaman deganingizga qaytib keldim-da yana. Ha, meni ana shunisi bilan farq qilaman hammadan. Haqiqatan shu bir vaqtda o'zida lazerda qilib beraman. Keyin boyagi tashqi tarafdagi va ichki tarafdagi ortiqcha chandiqlar, ortiqcha terilar olib tashlab, uni ham birgalikda tikib beraman. Yana shu paytda kerak bo'lsa, lablarini ham chiroyli qilib bera olaman. Hammasini bir vaqtda qilaman. Shu paytgacha nechta operatsiyani o'tkazgan bo'lsak, hammasi juda chiroyli bitdi. Eng juda ham menga yoqqan tomoni o'zimni qilayotgan ishimni 6 oygacha, 2 oygacha anaqa qilyapti-da, boshqa vrachlar, narsalar. Bizniki to'g'risini aytsam 40 kunda bitib kelyapti ayollarimiz. Mana shu Shahrisabzda bor, Shahrisabzga boring, mana shu joyda deb aytibdi. Bu opalar o'zi Chiroqchidan kelishdi hozir. Ovsinlarga men yordam bergan ekanman, ovsinlarni operatsiya qilgan ekanman.